Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli baliqchilar, Shunoz baliq bozori kanalining ashaddiy qadrli aziz muxlislari. Bugun 2025-yil 10-mart haftani dushanba kuni Toshkent viloyati Shunoz baliq bozoriga yetib keldik. Hurmatli akalar, baliqchilar uchun alohida reportaj qilamiz. Baliq narxlarini yaqin tanishamiz. Ketdi birgalikda. Baliq bozori boshlangan hurmatli akalar. Ekran uzoqlashmasin, layklarni bosib, o'z fikrlaringizni kommentarga qoldirsanglar boshladik. Assalomu alaykum hurmatli aka. Yaxshimisiz? Tasavvur balig'i. Aka mana. Aka bu 400 kilo bor. Necha kilo aka bu? 1 kilolik. Sveji bugun kelgan. Qayerlik ko'l? Mana shu Chinozniki yangi yerdan olib kelishgan akalar. Mana 400 kilo tasavvur balig'i. Aka bugungi narx qancha bo'lyapti? 22 ming so'm kami bor ozgina, ko'proq olgan. Kami bor. Ko'proq olgan akalarimizga chiroyli qilib berishadi. Ko'p balig'ni ko'ringlar. Xudo telefon raqam qoldirasiz. Demak qiziqqan. Mana charchamaylarga savob bo'ling, savdingiz kuningiz xayrli o'tsin. Baliq olaman akalarimiz kelaversa, tasavvur balig'ini udallar chetda. Assalomu alaykum, shep yaxshimisiz? Shep o'zlari mana charchamaysiz. Aka tasavvur balig'i 2,5 3 kilo tepasi. 3 kilo va undan tepasi mana shu baliq bozorining nomer 1'lari. Tasavvur. Sevji tanajoni sog'. Kilosi 50 ming so'm kami bor. 50 minut berishadi xudo xolasa. Tasavvur balig'i yemagan akalarimiz Chino'ga kelasizlar. Kirganda 10 qo'lda ikkinchi hovza. Shep mana bundan sazan qancha ochyapti sazanlar? Daryon toza balig'i. Shirin baliq. 80 ming so'm kami bor uni. Ammo yo'stre shep. Yo'stre qancha? 5 holga chiqadi? 5 kilo. 5 tepasi 55 ming, 70 ming kilosi. 70 ming kami bor uni. 1000 so'm o'tib bersa xudo xolasa 2000 so'm 2000 so'm qilib. Ammo qancha? Ammo bitta qoldi ammo. 60 ming so'm. Gapi qiziqak ko'ramiz baliq yemaganlar kelaverasizlar baliq bozoriga xilma-xil ko'rib tanlab olib ketadi. Bu o'ta shirin baliq. Maza qilasiz. Oka charchamay sog' bo'ling, savdoda kuningiz xayrli o'tsin. Hurmatli hurmatli akalar, ilon baliq qiziqak ko'ramiz bor. Ilon baliq narxini biladiganlarga mana ilon baliq yetib keldi. Kelay bu necha kilolik bular? Kelay. Bular necha kilolik? 1,5 va uni tepasi. 3-4 kilo kattalar ham bor ekan-a? Hurmatli aka, 4 kilo 1,5 dan 4 kilogacha ilon baliq sotiladi. Kelay narxi sanaqa bor. 50 mingdan 55 ming. 55 minggacha tanlab bizga 45 mingga beramiz. Malades. Ko'proq olganlarga bizga tanishlarga 45 mingdan jot. Hurmatli akalar mana ko'ringlar. Undan tashqari sazan baliqlarimiz bor, uni olishib mana. Ko'ring, ilon baliq olaman deganlarga zo'rlari. Charchamaylar savdo kuningiz xayrli o'tsin. Assalomu alaykum hurmatli. Sazan baliq zo'rlari. Jim turingga men gapiryapman. Bitta biz boshlayapmiz. Sazan baliq yetib keldi. Qayerga keling? Sazan. Aka nimalarni aytasiz sizga? Bu qayer balig'i? Gulistonni balig'i. Gulistondan keyin yog'li yo'qsiz. Yo'qsiz aka. Necha kilolik aka bular? Bular 800-900 ga. 800-900 ga. Jam beti hozir 200 kilo bormi? Ha, 150 kilo. 150 atrofida. Xudo xolasa yegan maza qiladi. Maza. Aka bugungi narxini aytgan, narxi qancha bo'lyapti? Narxi buni 102 ming berdi. Ha. Shep o'zi mana. Assalomu alaykum hurmatli. Mashkinanglar, akalar savdo qiladi asosan. Chinozda. Sizlar ismingiz kim aka? Alibek ekan o'zlariga ushlasanglar, xudo xolasa. Shep o'zlari baliqni qilma, ilon baliq, tars olib sazanlar bo'ladi. Hammasidan bor. Aka qisqasi so'raganlar bor. Baliqni savdo privoqa qilsa bo'ladimi savdo? Faqat pul kelib tushgandan keyin. Ayting nomeringizni. 99 lik 474 35-46. 35-46 Alibek aka telefoniga o'tib ishlaydi. Pul kelib tushadi savdo bo'ladi. Bungacha pul savdo bo'lmaydi aka. Aka charchamay sog' bo'ling, savdoda kuningiz xayr aka. Charchamay shep. Assalomu alaykum hurmatli. Mana ko'ringlar, laqqani yeyman degan Afrika so'migan qiziqqanlarga shep o'za mana ko'ringlar. Bu maydasi bor, yirigi bor ekan aka mana. Yo'q, maydasi 1 kilolik, shep. Yo'qdan egasi. O shep. Qani uni haqiqiy egasi? 21 ming. Qarang, maydasi 21 ming, to'g'rimi? Ha, bu yirigi 21 ming. Bu necha kilolik aka? 3,5 gacha 21 ming kilosi bugungi narx. Bularchi maydasi? 19 ming. Baliq chiqibdi. Demak, Afrikan so'mi 19 mingdan. Bitta 1 kilodan 1,5 kilogacha bor. Mana baliq ko'ringlar. Afrika laqasi qolasa kelib qo'yadi. Bular 21 mingdan bular necha kilo? 3,5 kilogacha. Charchamaylar sog' bo'lib, savdo kuninglar xayr, savdolar bersin. Hurmatli assalomu alaykum. Tasavvur baliq nomeri zo'ri.
Necha kilolik bular? 1,5 mi? Bitta ancha bor ekan, ko'p ekan. Narxi hozir qanaqa bo'lyapti do'stim? Narxi 28 ming so'mdan bugungi narxlar. Bo'ldi. 28 kami bor ozgina, ko'proq olganga. Ko'proq olganga kemam kami chiroyli qilib berishadi. Cho'g'on bu ko'lli baliq bozorlari bo't avjida. Oxirlab qopti ancha. Charchamaylar, savdolar kuninglar xayrli o'tsin. Bu tomonda ham shep ismingiz kim edi shep? Dilmurod akamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, tinchmisiz, omonmisiz? Ismingiz kim edi? Oybek. Oybek aka laqqa do'konlari, ana Afrika laqqasi kerak bo'lsa, shepda ham zo'rlari bor mana. Bu mayda tarafi mana necha kilo aka bular? Srednisi. Ha, bular Bunga qaraganda mayda-da. Ha, ha. 20 ming bero. Kilosi 20 ming so'm. Bular necha kilo aka? Bular 1 kilodan 2 kilogacha. 1 kilodan 2 kilogacha tanlab olaversa, Ha, ko'proqsi kelishaveradi. demak, bundan ko'proq oladigan kelishgan joylari bor. Undan yirilari bor mana bu tomonda mana. Bular necha kilo aka? Bular 23 ming. 23 ming so'mdan bular necha kilolik? Bular 3 kilo, 4 kilo. Mana ko'ringlar. Qaroqlari bor, qolmadi. Qomada, demak, terib olib ketib qolishdi. Bular 4 kilogacha bo'ladi. Xudo xolasa, buni go'sht yeb ko'rdik o'zimiz. Xudoga shukr, zo'r chiqdi. Ta'mi ham zo'r ekan. Shashlikka top. Shashlikka o'sha maza bo'ladi. Ha. Gap yo'q. Shep mana. Kelinglar, akamni uchrashinglar, xudoga baliq zo'r qilib beradi. Aka charchamang, shep o'zar mana. Charchamang aka, kuningiz xayrli bo'lsin. Sog' bo'ling aka. Assalomu alaykum hurmatli akalar, sazan baliq yeymandiganlarga, sazan shep o'zar mana. Charchamayapsizmi? Kayfiyatda qanday aka? Ulg'aygan kunlar bir charchamasdan. Gap bo'lsin bas. Xalq xizmatchisi, xalq xizmat akamiz mana ko'ringlar. Sazanlar qancha bo'ldi kilosi aka? 55 ming bo'lyapti. Akamiz mana 24 soat xalq xizmatlarida kelsanglar shuni baliq bozoriga. Ismingiz kim? Baxtiyor aka uchrashsanglar sazan baliq yeymandiganlarga mana bu yoqda ham baliqlar bor. Mana. Bular kilosi 55 ming. To'g'rimi? Kam bo'lgan joylari bor. Arzon qilib bo'ladi, ko'proq olganlarga. Sazan yog'li yo'qsiz. Yo'qsiz, qayerdaki bu? O'zi messi baliq bo'ldi. Bitta 1 kilolikmi bu, necha kilolik? 1 kilo 200, 1 kilo 300 chiqaveradi. Gap yo'q. Yeymandiganlar kelasizlar, Baxtiyor aka uchrashasizlar, shep o'zlari mana. Akamiz har doim el xizmatida. Charchamay, sog' bo'ling, kuningiz xayrli bo'lsin. Charchamang aka. Assalomu alaykum hurmatli aka. Tasavvur baliq yeymandigan akalarimizga ko'ringlar. Ancha tasavvur. Aka bular necha kilolik? 1 kilodan tepa. Bir tepa xudo xolasa. Bugungi svej, to'g'rimi? Shep narxi qanaqa bo'lyapti bular? 22 ming. 22 ming so'm optim narxi. Mana bundan sazan baliqlar bor, mana sazanlar. Qanchadan bo'ladi bular? 55 ming. 55 ming bular qanaqa? Yog'li yo'qsiz? 1,5 dan tepa, yo'qsiz. 1,5 tepa 55 ming kami bor, ko'proq olganlarga shep. To'g'ri. Ko'p bo'lmagan akalarimiz kelib uchasizlar, shep bozorda zo'rlari bor, tiniqlari. Aka charchamang, sog' bo'ling, savdoda kuningiz xayrli bo'lsin. Bolalar bajir chotana bolalar ajratyapti. Alaykum hurmat. Sazan baliq olaman deganlar kelinglar. Sazanni bular 3 kilolikmi? 3,5 tepa. Yog'li yo'qsiz. Yo'qsiz. Qayerga keling? Guliston. Qiziq akko'lan baliq yeydiganlar, sazan balig'ining zo'ri Chinoz baliq bozorida. Ko'proq olganlar kelishgan joyi bor, a? Ko'p 65 ming qilib berasiz. Optim narxim bu. Demak, baliq katta ko'ryapsizlar. Yaqinlashib ko'rsamiz, baliqlar katta. Yirik baliq, a? Yem. Ko'p baliq yeydigan baliq mana shu bo'ladi. Qiziqlarga telefon raqam qoldirmaymiz. Savdo hetta bo'ladi. Kelasi savdo hetta qilamiz. Charchamaylar, sog' bo'linglar, kuninglar qara savdolarni bersin. Assalomu alaykum hurmatli baliqchi o'zlari uchun alohida baliqlar keldi. Sazan baliq yeyman deganlarga zo'ri. Necha kilolik bular? 2,5-3 kilolik, yog'li yo'qsiz. Yog'i o'rtacha, qayeriki? Bularchi, bular kattaroq-ku. Bu kattaroqmi, shu bir xil emas? Bir xil, a? Narxi olsa? 70 ming so'mdan kami bor. Ko'proq olganlarga, ko'proq olaman akalarimizga sazan baliq yeymandiganlar kelaveringlar. Xudo xolos zo'rlari Chinoz baliq bozorida. Charchamay, sog' bo'linglar do'stim, kuninglar qara bozorlarni bersin.